Deno shahrining markazida joylashgan Guliston City Malham dorixona ro'parasida joylashgan yangi ko'p qavatli domlardan 7-qavatdan ushbu ko'rib turgan 2 xonali 73 metr kvadrat uy ijaraga beriladi. Xo'p, xonadonga kirganimizda mana chap tomon, o'ng tomonda yursak, bu mehmonxonasi. Hali odam yashamagan. Mana bugun remontdan chiqdi. Ko'ryapsiz, toza, akkuratniy, aboy qilingan uylar. Xo'p, mehmonxonasidan chiqqanimizda bu proxoshkasi, buni yonidagi ikkinchi xonasi ko'rib turibsiz. Bu ham alohida dizayni, yangi aboy, xo'p, pollar qilingan. Xo'p, uni yonida bu tomon oshxona qismi. Hurmatli do'stlar, oshxonada kuxnya mebellari hali qilinmagan, gaz plita hali qo'yilmagan. Uzoq muddat turadigan oilaga qilib beriladi, sharoit qilib beriladi, chunki endi remontdan chiqyapti. Isitish tizimi, обогреватель, ya'ni uyda isitish tizimi, gaz hali binoga, zdaniyaga o'tmagan, 2 oydan keyin o'tkazib berishadi. Bu balkoni. Balkonga qarasak, mana shaharning manzarasini qarang. Xo'p. Oshxonamizdan chiqqanimizda to'g'rida bu tomonda dushi joylashgan. Dush qismi, arestoni bor. Ko'rib turibsiz. Xo'p, uni yonida hojatxonasi. Uzoq turadigan, ijaraga olaman degan odamlar bo'lsa, telefon raqamlari qoldiramiz. Aloqaga chiqishlari mumkin. Batafsil uyning narxini ham o'sha telefon orqali gaplashib qo'yiladi. Hozir agar shu turishida olay deganlar bo'lsa, 2 800 deb baholanib turibdi.